bayan, her tündü bayan, tün bayan, en samimi, dildin bayan. Dostum, belkim siz hayatda bir adamning taqdiriga qarab, uning qandaq odam ekanligi, qancha yoshlar chamasida ekanligini faraz qilgan vaqtingiz ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin. Siz shu chog'larda to'g'ri faraz qila olibsizmi? Men bugungi tun bayonimizda Güneş tarjimasidagi hayot tarzingiz taqdiringizdan ayondir degan temada sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Hayot tarzingiz taqdiringizdan ayondir. Qadimkilar ko'rinish ko'ngilga ko'zgudir deydi. Bu bir odamning ko'rinishidan uning ichki dunyosini ko'rgili bo'ladi deganlik. Ammo odamning ko'rinishi bir xil turmaydi. Yani shuningdek ko'rinish ko'ngilga baqar degan gapmi bor. Bu odamning ko'rinishi uning ichki o'zgarishlari bilan tang o'zgarib turdi deganlikdir. Bayqash tas emaski, ba'zilarini dastlab ko'rganimizda chiroyidan nur yig'ib turgan. Ammo bir yoshlarga borganda rangi so'lishib, boshqa kishilardan hech farqi qolmagan. Yana ba'zilar borki, dastlabda ko'rinishi odatlikcha bo'lsa-mu, yillarning o'tishi bilan texnik musbat kirib, gap so'z, o'y fikrlarda boshqacha sulkatlik va iliq chiroy bo'lib qolgan. Bizning 30 yoshdan burungi turqimiz genimimizdan bo'lsa, 30 yoshdan keyingisiga o'zimiz ega durmiz. Birinchi, tan bichimimiz tinchimizga bog'liqdir. Tonish bir ochimiz bor. O'zi 40 yoshda. Lekin yil ham shundoq kelishgan Silva. Qordashlarining bir-birlab qo'rsoq salganlariga qarasa, uningga odamning masligi keladi. Boshqalar buning sababini so'rasa, u hamisha boshqa sabab yo'q. Az edim, ko'p harakat qildim. Baldir uxladim shu deydi. Anglamoqqa shundoq oddiy. Ammo buni odat qila olganlar nihoyat oz. Qizidan anglasam, u her kuni kech soat 10'da uxlab bo'ladi ekan. Attigini soat 6'da turdi ekan. Andin yarım soat jimjit o'ltirib, yarım soat yoga mashq qilib o'tib, andin tamoqqa tutindi ekan. Bir qitim biz birga tamoq yeb qoldik. U bir necha xil saydan azroq yeb to'xtab, boshqalarga ilib bergach, parangga tushib ketdi. O'zingiz yemamsiz? So'ravuduq. O ma'nilik birini kulib. Yana bir sayga saqlayapman, dedi. Birdamdan keyin u sayma chiqdi. Umu yana ichilib yeyishga boshladi. Keyin bilsak, u har kunlik tamoqdan oladigan kaloriyani qattiq tizginlayotgan bo'lib, miqdordan ishib ketgidek bo'lsa, har qancha qilsaqmi yemaydi ekan. O'zi amroq tamoq chiqqucha boshqa narsa yemay bo'lsa-mu, och qo'rsoq saqlaydi ekan. O'zini shundoq tiya olgandan keyin shuncha zilva turishimi bekor emas ekan. Bizning hayronligimizga uning qizi ozroqmi hayron qolmadi. Balkim sizlar bilmaysizlar. Apam shu tan qurilmasini saqlash uchun kechki tomoq yemayotgani 10 yil bo'ldi. Qo'rsqi bakishib ketgan chaqlarda ozroq meva yeb qo'ydi, dedi u. Ba'zilar mening o'g'riligim bor, lekin odatlanib bo'lolmadim, deydi. Navoda terishib, kishilarni havaslantirish istakimiz, o'zimizni qo'yib o'tish istakimizdan eshib ketsa, bu chog'da o'zimizni qandoq tiyishga to'g'ri keladi. 30 yoshdan keyin o'zimiz qo'llashgan turmushda yashamoqchi bo'lsak, shuningga munosib badal to'lash va jafo tortishga to'g'ri keladi. Bu to'limi adil qonuniyat. Russo bir odamning chiroyi uning qimmat qarishining sirtqi ko'rinishidir. Buningda kishining turmushla emas, qandoqroq hayotni qo'g'lashayotganligini bilgili bo'ladi, deydi. Shuningdan qaraganda kishining o'zidan faxrlanish yoki kishini havaslantirish iqtidori uning o'zini tiyolishi bilan o'ng tanasib bo'ladi ekan. Hayotdagi texmi yuksak talpinishmi o'zini tiyishga bog'liq ekan. Ikkinchi, xos sütimiz mijozimizga bog'liqdir. Ba'zilar odamning chiroyi uning o'tmishiga aynakdir deydi.
Bir odamning mijoz xarakteri va ruhiy kayfiyati odatda uning taqdiridan bilinadi. Shunga hayotda doim ko'ramizki, ko'ngli ko'ksi keng kishilarning chiroyidan mehribonlik chiqadi. Kishiga rohat tuyg'u beradi. G'amkin, dardli kishilarning qopqi turuk, chiroyi nursiz xunuk keladi. Ichi zahar qabih kishilarning bo'lsa, chiroyi yomon ham so'rlik keladi. Demak, mijoz xarakterimiz huy paylimizni ko'rsatganidek, huy paylimizmi dal o'sin tuzashtiga o'xshash chiroyimizda iz qoldirdi. Ilgirki bir xizmat ishimning peskisi sal umidsiz edi. Bir ishda boshqalar yaxshi tarafini ko'rsa, u hamisha yomon bir tarafini tutib oladi. Bundaq peskiklik bishoratning natijasida uning ishlarimi shundoq yomonga o'zgarib qoladi. Shunglashqami uning kechirilmishlari hamisha shundoq o'ngsiz edi. Boshqalar bilan paranglashsimi, yana shu ko'ngilsiz ishlarni davargandan keyin do'stlarimi uningdan o'zini qochiradigan bo'ldi. U texe 30 ga kirmadi. Ammo yuzidagi siziq qo'riqlar ro'shan bilinib turdi. Uning aksiga yana bir do'stimning mijozi ochiq yo'riq, gapchi ham chaqchaq xumar. O'zi 30 dan oshgan bo'lsa-mu, boshqalar ko'rsa, bu qiz texe amdil 20 dan oshgandi deb qoladi. Boshqalarning shundoq deganini anglasa, u xuddi bir ortiqchiligidan faxrlangandek, yosh chiroy bo'lgandan keyin amal yo'q deb qo'ydi. Haqiqatan boshqalarning undaq o'ylab qilishimi o'rinsiz emaski, uning ko'zi nurli, rangi pokiz, terisi suzuk ham o'zimi jalliq. Meningcha, yosh ko'rinishning bir sababi mijozining siqqin emas, ochiqligida. Xarakterining pasib emas, oq ko'ngil ham umidvorligida bo'lishi kerak. Mijoz xarakteri odamning taqdirini ana shundoq asta-asta hosil qiladi. Kulimsirsak, qoshlarimiz ko'tariladi. G'amlansak, miyiqimiz to'vallaydi. G'azablansak, yuzimiz so'rlik tus oladi. Mana bu shundoq yushurun va chivisiz o'zgartish jarayoni xuddi xumburanning yer shaklini sheritganiga, asldagi shaklida oz-ozdan iz qoldirib, yangi shakl yaratganiga o'xshaydi. Fotograf Araki Nobuyoshi shundoq degan ekan: chiroy odamning eng oshkora yeridir. Men millionlagan kishilarning chiroyini tortgan. Hozir birarsining chiroyi qarabla uning qandoq yashab kelganligini bilib olayman. 30 yoshdan keyingi turqimizni vaqtning qadimdan ishib ketsin desak, kulimsirash ko'proq, o'ksinish ozroq bo'lsin. Ochiqlanishmi, o'tkazib o'tishmi birdamlik. Uningdan kang qo'rsoq bo'lib o'tkazib o'tayli. Qayg'ursaqmi bir kun, xush bo'lsaqmi bir kun. Uningdan hayotga umidvor yuzlanayli. Qiyinchiliklarning hammasi o'tib ketadi. Yillarning muloyimligi faqat shularga aktiv taqobil turganlarga xosdir. Yillarning muloyimligi faqat shularga aktiv taqobil turganlarga xosdir. 3. Mustaqilligimiz hayotiy kuchimizdir. Bir necha kun ilgari chag'anda uyga qaytib, to'liqlik savodishim Shauxuyni uchirib qoldim. Necha yil ko'rishmay u turmush qurib, bir o'g'il, bir qizliqni bo'libdi. Uning tan pichimi to'lgan bo'lsa-mu, chiroyi bir xil nursiz ko'rindi. Aslida uning obdalli bir xizmati bor bo'lib, maoshimi erininkidan yuqori ekan. Bo'yda qolgandan keyin xizmatdan amalsiz istifa beribdi. Balani tug'ib bo'lgandan yengvashdan ishlariman deb o'ylabdi-yu, balasining endi oyga chiqqudak bo'lganda yana homildor bo'lib qoldi. 2 balani deb 5-6 yil o'tkazib, amdilatin xizmatda qudak bo'lganda qarasa, uning maskalgida xizmatlarning tayini qolmagan. Shuning bilan uzun o'tmayla oila ayoliga aylanib qoldi. Eri mash chog'liq bo'lganning ustiga tamoq chekadigan, aroq ichadigan. Yana menga ig'irligini soldi deb uningga to'liq ochiqlaydi ekan. Turmushdagi ana shundoq ushshaq-tushshaq ishlarning xopchiligi bilan uning rangi kunsiri so'lishib, ko'zlari nursizlashib, ruhi so'g'urilib ketgandek bo'lib qoldi. Asosan kulmaydi ekan. Birarisi chaqirsa, birdam turib o'tib, ondan javob qaytardi ekan.
ayni yillari natijasi uningga yetmaydigan saboqdoshlarning chambrikiga qarasam, ba'zilari xizmat o'rinlarida ishlayotgan, ba'zilari o'z oldiga kichik bo'lsa-mu egilib tikilib olgan. Shu saboqdoshlardan birining ayni chog'dagi natijasi ancha yuqori emas bo'lib, oliy maktabda texnikum o'qigan edi. Keyin o'z tirishchanligi bilan to'liq kurs maktablarga o'qishga bordi. Ondan yana tirishib 211 maktabning biridan aspirantga aylandi. U xizmatga chiqqandan keyinmi yana yuqoriga intilib, hayotini davomli ilkida tutib yashayotdi. Hayotini izchil shundoq tutib manganlarning ruhiy qiyofati turmushdan izchil zarbi yeganlarnikiga o'xshamaydi. Ularning chiroyidan jo'sh urib turgan bir xil hayotiy kuch va iqtidori e'tirofga erishgandan keyin ichidan urg'ib turgan bir xil ishonchni ko'rgili bo'ladi. Kishilarning hayotlik tarzi o'xshash bo'lmaydi. Ammo ko'z odam aldiy olmaydi. Ularning ko'zidan turmushga qizg'inlik va atiga umid yonadi. Shundoq ishonch va qat'iylik hayotni yashnatadigan, o'z yeshidan halqitadigan kuchdir. Yig'ib aytganda mustaqilligimiz hayotiy kuchimizdir. Hayot to'xtamay jug'lash va o'zgarish jarayoni. Bizning 30 yoshdan burungi qiyofatimiz tug'unchimizdan belgilansa, uningdan keyingi turqimiz o'zimizdandir. Bo'libmi, ayollarga nisbatan 30 yoshdan keyingi turqi o'ziga shohiddir. Tinch, uni kelishgan sibti qomatga ega qiladi. Mustaqillik uningga qat'iylik, ishonch va xotirjamlik bag'ishlaydi. Bilim xumorligi uning gap so'zga teranlik beradi. Go'zallik so'yarligi siydam turmushga rang qo'shadi. Bu dunyoga bir kelishimiz parlaq quyoshning nurini ko'rib olish, go'zal manzillarga qenib olish va eng yaxshi o'zimiz bo'lib olish bo'lsa, kunlab vaqtimiz ahamiyatsiz o'tib ketmasin. Nurg'un kunlarimiz bir kundek takrorlanib qolmasin. 40 yoshga kirganimizda g'oyimizdagi o'zimiz bo'lolmadik deb pushaymon bo'lib qolmasin.